不是一个天生美人杯子，可是我并没有半点自卑。偏爱口地动手把妈送的礼物，所以我感觉一切都很珍贵。我美不美？答案没有绝对，要用心灵去体会。酷爱幽默，因为酷爱生活，快乐让人变得美。You can be beautiful too. You can be beautiful. You can be beautiful too. You can be beautiful. Aile muhitini asrash. Vega bo'ldim, o bek isib ketdim. Mana az qoldi. Putdi. Putdimi? Nima qildinglar bu? Gezdi konu havo tangshigish odamni og'ritib qo'ydi debdikan, shuning oldin elyaptimiz. Apa bu havo tangshigish bek qo'ndirib ketibdi, ishlatgili bo'lmag'idek. Unchilik pulinglarga albatta nimkash havo tangshigish og'li bo'ladi-da. Xotirjam bo'linglar, cho'qib ishlatgili bo'ladi. Ansirimanglar. Qiling kiyindinglarmi? Amisi qo'zg'abdi. Bilmadim, qarab boqay. Bexatarlik simi ko'yib ketibdi emasmi? Lekin bizda ortiq bexatarlik simi yo'q-da. Endi qanday qilamiz? Kelishimga to'xtab qoldi-ku. Topdim. Bizga yordam qiling, ha? Bo'ladi. Maktabga? Ishqa, bugun yakshanba tursa. Havo issiq bo'lg'achqa maktab bilan shirkatga berib salqin o'ltiraylidiga o'xshaydi. Shuncha avara bo'lib, mushu abjaq narsani o'rnatibdi-da, qamlashmagan. Vega bizga mushundaq sifatsiz narsani akab beribdi. Endi uning ijara haqqini o'stirmaydigan bo'lsam. Біздің havo tangshigish. Xushovuzi bo'ladigan bo'ldi. Qizqonlar ochdimi? Biror narsa yemsizlar? Men sizlarga yaxshi narsalarni tayyorlab qo'ydim. Rasmat adisi, siz nima degan yaxshi? Yanglar, nihoyatda o'xshagan 3 ay qerin. Yanglar. Bo'ldi, o'ngshab bo'ldim. Endi navadan shu atolmagan bo'ldi. Tayyorligimiz bitdi. Ilmi oraliq qoldik. Endi toza bir huzurlanayli. Ichinglar. To'xtanglar, bombog'idek. Nima bo'ldi, xotin?
havo tangshigishni endi ocha olamizmi? Endi bu havo tangshigishni olsak. Pişirilgan kuşkaş, doğru dermeklik kuşkaş. Lekin shuncha pul xarjlab qush uvusini oldikmi deyman da. Amal topdim. Bu ishki qushqash uzoqlik qilib chiqib ketganda aytsak bo'ladi emasmi? Shunda qilaylik. To'g'ri. Bo'ladi. Shunda qilsak nurg'un to'q pulini tejab qola olamiz. Ular uchib ketdi. Havo tangshigishni ochaylik. To'xtanglar. Qaranglar. Nima degan omoq tuxumlar bu? Qarag'anda salqinlash uchun boshqa amal topmasak bo'lmaydigan o'xshaydi. Men keldim. Nima degan salqin? Ajab rohatgan. Nima degan qishloq bo'ldi. Biga bo'lyapti. Yana 2-3 soat yelpisimiz bo'ldi. Ketdim. Birdan chidig'im. Bo'lmasa uyga kirib havo tangshigishni birdan ochaylik-chi. Bo'lmaydi. Unda qissa qushlar o'lib qoladi. Bekisib ketdim. Unda qilaylik. Sizlarga hikoya aytib beray. Hikoyani ko'ngil qo'yib anglasanglar issiqni unutib qolasizlar. Ma'qul. Sunukung, tangsing, chubaji, shasing to'ti, num ağlı mengib, nurg'un go'zal tog' daryolarni keynida qoldiribdi. Lekin bir kuni yolqin taqqa kelib qopti. Ular to'xtamay kuyayotgan o't yolqinda bakli isib ketibdi. Bo'ldi. Oxirini isib ketdi. Dadamchi. Dadamlarni qushlarning bexatarligini qo'g'dash uchun bir amal topay deyotdi. Qandaq sirtlarda salqin o'ltirg'il bo'lamdi ekan. Yenil opam aqlliqkan. Xonim, bir taxsi qo'rimi buyurtib qo'yib, 5 soat o'ltirdinglar-ku, ha? Bo'lmamdi ekan. Tamoq yeyishning vaqt cheklimisi yo'q-ku. Shu emasmi? Bu qandoq gap endi? Hey, o'ltirsanglar-ku mayli-te, lekin boshqa xeridalar o'rin saqlayotdi emasmi? Apa bo'ldi, ketaylik. Nemishqa ketimiz? Qo'saq teq to'ymasa, men qarang, bizga yana 2 tal shkolga shakab bering, ha? Hey, dadi, o'tinib qolay. Ishdan tushing, qaytib keting, bo'lamdi, ha? Direktor, bugungi ishni bugun qilish kerak-ku. Lekin hozir qilayotganingiz shirkatning kelar yili xizmati-ku. Menmi shirkat uchun shunday qilyapman-ku, direktor. Xotirjam bo'ling, ortiq haq talab qilmayman. Odamni qo'rqitishga bozoroq desangiz bo'lmamdi. Amasa aldirmay ishlang, ha? Men ketaverdim. Ajab yaxshi. Havo tangshigishni toz yo'g'on echyapmisan. Dadi, sizga bir ishni topshiray. Nima ishdi? Eli odam chaqirib, havo tangshigishni yozib qo'ysangiz bo'pti-ku. Nima? Havo tangshigishni? Xo'jayin bir ziq uchay bering. Ma'qul. Kechiring, men hozir cho'kimiz yetyapman. Mayli, amsa cho'kimizdan birini bering. Bo'lamdi. Kechiring. Havo issiq bo'lg'achqa hammani o'zim yeb bo'ptiman. Bo'lmasa bu yarim talni sizga azar qilib beray. Bo'lamdi.
El-Nino'nun ta'sirida kelgusi bir hafta temperatura davomli o'rlaydi. Shahrimizning o'rtacha temperaturasi 40 gradusdan oshishi mumkin. Issiq havo hamma yerga taraldi. A shahardan keyin B shahardami 53 odamga issiq o'tib o'lib ketdi. Ay, pek iskençi diyamıdım. O'zimizning salomatligimda bo'lsinmi? Bog'ni tashishni ataylikchi. Lekin qushlarchi. Amsi birdam ochayli, qushlar birdam bardoshlik bera. Ma'qul. Vay, qush ballari. Nima degan omma? Bo'ldi, men havodan chiqishni ocham. Qushlarning ovusini buzmasak bo'lmaydi. Havo tangshigishni yana kelarchilar ochayli. Ma'qul. Mushunda qilsak bo'lamdi. Selishtirib baqayli. Bu ularning koni uvusidan puxtidi, Yanılı Vega aqıllıqkən quşlar öy köçüdü ham bo'ldi. Endi havo tangshigishni achamaydigan bo'ldi. Kiringlar turmasanglarmi bu esil uyni ko'rib beqinglar. Ular bu o'g'ga faqat qiziqmidi-ku. Hech qanday haq ilinmaydi. Boshqarish haqimi olmaymiz. Bu ananı kaçırdım bilettim. Qishlar uy ko'chdi mana. Yaxshi bo'ldi. Havo tangshigishni ochayli. Ana tayyorlik qilinglar, sovuq qolmasin. Endi men qanday qilaman? Chinaka, havo tangshigishni shamoli bek kuchli bo'lib ketdi bu. Qandaq bek bo'sab ketdim. Undoq emas-ku.